Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. L60 Isuzu avtobusini motordan keyingi provodkalarni yig'amiz. Bunisi zaslonka bo'ladi. Zaslonkani shtekini tiqamiz joyiga. Bu tegidagi shtekada rampa datchik deyiladi. Motor оборот. Bu injirniki bo'ladi, ustidagi mana injir datchikniki. Bu injir. Keyin mana bu joyda suv datchigimiz bor. Suv datchik shtekari. Shu joyga tiqiladi. Pompani chiqarishiga suv datchik tiqiladi. Bunisi воздушный datchik bo'ladi. Bunisi injektorlarniki bo'ladi. Injektorlarniki mana shu joyga tiqiladi. Mana motor tepasidagi shteka tushdi. Xudo xolisi. Keyingilari ham bor. Bitta temperatura datchik bor. Keyin bitta nasosni datchigi bor. Nasosniki mana bu shteker. Temperatura datchik ham bo'ladi. Ichi sabzi rang. Temperaturaniki sariq bo'ladi. Buning o'zining joylari bor mana. Qorayım. Qo'rsan yaxshi bo'ladi shu joy. Nasosniki. Ha, shu nasosniki bo'ladi. Tushdi. Bu tarafdan hammasini ko'rib chiqdik mana. Zaslonka, rampa datchik, temperatura datchik, nasos, suv datchik mana. Tepada injektor, anaqa injir. Bu воздушный datchik deyiladi. Воздушный datchik. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Bu da turbonar datchik ham bor. Turbonar datchik bilan sima tiqilgan. Tepada yana bitta impulsli datchik bor. Impulsli datchik turibdi. Impulsli datchik. Tagiga o'tamiz. Tagida impulsli datchik bo'ladi. Mana impulsli datchik shtekar turibdi mana. Mana shu impulsli datchik mana mahaviy shundan oldida turadi mana. Ko'rgan bo'lsanglar. Shuni ham joyiga solamiz. Mana joyiga tushdi. Bu yoqda moy datchigimiz bor. Moy datchigisini adashmasam mana bu bo'lsa kerak, so'q. Bulavarish kerak. Mana shunga bulavarish kerak. Sim qo'shaverish kerak moy datchik. Statorlarni ulandim. Stator qo'yilmabdi. Stator generatorlar stator yo'q. Yo'q ekan. Endi qo'yamiz.